Assalomu alaykum azizlar. Piterdagi dekan va rektorlar qo'lga tushdi. Ular fiktivniy, falshiviy pechatlar bilan studentlarga falshiviy nima korочкалар bor-ku, studentskiy biletlar bilan, falshiviy diplomlar, xullas falsifikatsiyaga aloqador deb topilib, endi avjiga chiqyapti. Buni mahalliy saytlar qo'ydi. Federal saytlarda hali ko'rilgani yo'q va bu yerda eng katta gumondorlar o'qituvchi yoki rektorlar emas. Ularga pora bergan chet el studentlari, chet el talabalari, иностранные гражданlar, иностранный studentlar 30 dan ortig'i uga pul berganlikda ayblanib, ko'pchiligini qamoq jazosi va ko'pchiligini deportatsiya qilish ishlari ko'rib borilyapti. Buni agar okruglят qilib aytadigan bo'lsak, Piterda bo'layotgan voqea universitetini ham dangal qaysisiligini aytgan yo'q. Internetda sizdirildi. Bunday narsalar juda ko'p bo'ladi va o'qishga kirgizadigan, o'rtada посредничество qiladigan, studentskiy bilet bilan yoki pechat falsifikatsiyalar bilan shug'ullanadigan qo'sh tirnoq ichidagi akaxon yordamchilar shular bilan birga ish qiladi. Chunki masalan N102 8483 raqamli bitta studentskiy bilet bo'lsa, xuddi shuni ofitsialniy bitta odam o'qiyotgan bo'lsa, xuddi shuni yuzlagan odamga rasmni har xil qilib chiqarib berish mumkin. Oddiy misollardan birini aytaman sizga. Yoki bitta harfini noto'g'ri qilib chiqarib berishi mumkin. Nomeri bo'yicha bazada turgan bo'ladi. Astak uni tekshirib ko'rganda unday inson yo'qligini yoki unday diplom yo'qligini ko'rib chiqadi. Va aksar xuddi shunday, men nimaga olib kelyapman, xuddi shunday yo'l bilan kirgan, tekshirib ko'rmagan, umrida institutga bormagan, o'qiyotgan, faqat pora berib o'qiyotganlarning juda ko'pchiligi reyestrga tushib qolsa, dardini hech kimga ayta olmay, chegaradan chiqib 3 yildan 5 yilgacha deportlarni, zapretlarni olib, vidvareniyni olib chiqib ketadi. Shundan keyin u hayoliga ham kelmaydi-ku, student bo'lganim uchun registratsiyalarda hamma yog'i boshidan falsifika bo'lgani uchun, bazada bo'lmaganim uchun ketdim deb o'ylab ko'rmaydi. O'ylab ko'rganda esa chegaraning narigi tarafida yoki yong'in joylarda yurgan bo'ladi. Ehtiyot bo'lamiz azizlar. Bunday narsalarni biz o'tgan yili ham, undan oldingi yil ham aytgan edik. Juda ko'p boshqa oblastlardagi dekanlar, dekanatda ishlaydigan odamlar va o'qituvchilar, o'rtakashlar orqali ishlanganlar tushgan edi. Mana kecha Vavilova universitetida mana hozir bitta video qo'ydim shunga. Saratovda ham bir odam ushlangani aytilyapti. U yerda bergan odamga 4 yil, olgan odam o'zi bilmaydi. Chunki bular shuni tushunish kerakki, davlat o'zinikini himoya qila oladi. Lekin oddiy studentni esa o'rtadagi qo'shnoqchida akaxonlar ham, o'zidan yurist yasab olganlar ham qutqara olmaydi. O'shanaqa yo'l bilan yurist bo'lgan odamlar esa tem bo'lib qutqara olmaydi. Qiziq joyini aytib o'taman. Agar yaxshi salohiyat bilan qaraydigan bo'lsangiz, o'qishga kirgizib qo'yayotgan, hujjat qilib berayotgan va yuridik ishlar bilan yuristlik qilmoqchi bo'layotgan yoki bloger shunga o'xshagan narsalar internetga chiqib qolsa, ko'rsangiz hammasi bir-biri bilan o'rtoq. Ya'ni bir oila vakiliday hamma blogerlik qilib bir-biri bilan sizdiradi. Ya'ni sizda pul o'qishga kirgizib pulni oladi, yaqibi bittasi hujjat qilib berib pulni oladi xullas, ikkinchisi hujjatga tushib qolganingizda mana men yuristman deydi, tayyorgina boyagiday bir oiladan chiqmay pulingizni ular uchun ishlayverasiz. Shuning uchun ehtiyot bo'lamiz. O'zingiz o'z kuchingiz bilan o'qishga kirishingiz va hech qanday baryerlarsiz o'qib ketishingiz hech gap emas azizlar. Agar yoshroq bo'lsangiz tem bo'li, ozgina ilmga intilsangiz bo'ldi. Chunki sizga aytiladigan minus tarafini o'zingizga plus qilib olsangiz bo'ladi. Иностранный studentlarning
местный studentlardan bir karra tepa yurishining sababi, ular ozgina ruschani o'rganib harakat qilsa, ularning ballari boshqacha ko'rinadi. Bizda ham qaysidir bir habash bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, o'zbekchani, hind bo'ladimi, ozgina gapirib qo'ysa, voy o'zbekchani biladi deb biz ham osmonlarga ko'tarib olamiz. Bu yerda ham studentlarda u darajada ko'tarmasa ham, lekin poddeshka qiladi, intilyapti degan ma'noda. O'zimiz 2-kurs bo'lganimiz uchun shunday narsalarni aytib o'tayapmiz. Azizlar, ehtiyot bo'lamiz. O'zidan har narsa yasab oladigan, pulingizda oladigan odamlarning 99% dan oshig'i masheynik.